Bizni kuzatuvchi yurtdoshlar, obunachilarimiz mana ko'rib turishingiz mumkin. Hozir biz peronda turibmiz, ya'ni avtobuslarimiz turadigan joyda. Bizning yo'nalishlarimiz Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Karaganda, Balxash, Astana, Petropavlskiy yo'nalishlari bo'yicha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Eng muhimi, endilikda avtobuslarimizda yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Avtobusning ichki qismi bilan keling sizni yaqinroqdan tanishtirib chiqaman. Mana qadrli yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin avtobusimizning ichki qismini har bitta yo'lovchi uchun bemalol yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Kimnidir telefonini quvvatlagichi o'chib qolgan taqdirda har bitta yo'lovchi uchun отдельно zaryadniklari bor ekan, alohida qo'yib ketishlari mumkin. Joyini adashib ham qolmaydi, raqamlar qo'yilib o'tilgan chekkalariga. Har bitta yo'lovchi uchun bu yerda hozir uxlab qoldi. Kechirasiz? Voy. Qayerga ketdingiz? Voy, qayerga keldik o'zi? Astonaga ketdik hozir. Voy, yetib keldikmi? Shunaqa. Voy, uzr, men tushishim kerak edi. Sizdan qisqacha narsa so'rasam maylimi? Mayli. Qulayliklari haqida nimadir deya olasizmi? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Ha, qulay, joylar yaxshi. Zo'r yetib keldik, rahmat sizlarga ham. Qonuniymi ekan biletlarimiz? Hamma narsa qonuniy, ha, zo'r. Rahmat. Joylar yaxshi, rahmat sizlarga. Qadrli yurtdoshlar, agarda kimgadir shunday ishonchli bo'lgan biletlar kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.